Mana tushlar akalar. Yuvosh yana. Bo'ldi oshna, ko'rdik. To'ylar ham katta, dona. Bu bitta yana. Birinchi yuvoshlik edi mana. Inamay turibdi. Necha oylik bo'g'oz bo'lsin bu? Bu 5 oyda o'tgan, 5 oyga hisob olaveradi. Ko'rincha ishlashiga mana chandirni ko'ryapsiz mana. Mana. Bez yo'q. Mana. Dehqonnikiga toza. 7 ta 8 ta sut bergan ekan, egasini aytish bo'yicha. Berishiga qarab beraveradi-da. Yerni tozalab qo'yish kerak. Tozalab qo'ysa, tozalab qo'yish kerak ekan. 27 ekan. 7. Buni 25 ga hisoblab olaverasiz. Akalar bu 27, bu 25 olaverasiz. Barchaga assalomu alaykum akalar, ukalar, opa singillar. 5 bosh arzonchi Saydillodan bo'g'oz sigirlar. Suti boridan so'raganlarga suti bordi bo'g'oz. Hurmatli akalar, biz Andijon viloyati Marhamat tumani Chapayevdamiz. Arzonchi Saydillo noxonasidamiz. 5 bosh sigirlar pullari o'ta arzon deyapti. Endi bola so'raganlar yangi tuqqan ekan bu hozircha sotilmaydi ekan. Kelib, ko'rib, sinalyapti ekan xullas. Kelib, ko'rib, agar yoqsa olib ketaverasizlar ham. Hurmatli obunachilar, narx-navosi o'ta arzon deyilyapti. Xudo xolasa oxirgacha videoni ko'ringlar, o'zingizlar xolis kommentarlar yozib qoldiringlar. Videoga iltimos birdan like bosib qo'yasizlar. Xudo xolasa sizlar uchun tez-tezda videolarni ko'rsatib, narx-navoni aytib, inshaalloh video obzor qilib beramiz. Bugun hafta kuniga 6-aprel bo'lyapti, dushanba. Haftaning boshi inshaalloh ish qo'voziga O'zbekiston bo'ylab ham sotilaveradi. Kelib ko'rib ham olaverasizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qiynaldik. Obunachilarga ham salom, xudo xolasa bolalarni yengillari deganki. Ha, aytdim boshida obunachilarimizga pul o'ta arzon deyilyapti. Zonas bitta mol sotilsa, oshna 200 ming so'm pulida mana barakasidan 200 ming so'm nima qilib beramiz oshna, bonus qilib beramiz. Bonus. Ha, xudo xolasa. Olgan odam yana bonus ketaveradi. Ha, bonus ketaveradi xudo xolasa. Tushunarli. Sizning beda 1 million bonus bor ekanda. Hurmatli akalarga baraka qo'l uzilgandan keyin yana 200 ming so'm indamay o'tib beradi. Pullari yengil oshna. 20-25 million so'm mollar yo'q berdi oshna. Pullari yengil. Tushunarli. Necha oylik bo'g'oz mana oshna? 4 oydan o'tib qolgan oshna bu. 4 oydan o'tib qolgan, xo'p. Buchi? Bu 5 oylik. 5 oylik. Buchi? Bu ham 5 oylik oshna. 5 oylik. Hali 3,5 oylik. 3,5 oylik. Bunisi 4-oyga 3,5 oyga olaveradi bu ham. Suti bor bularda. Suti bor. O'zingizgacha tashlab beraman oshna. Yig'ildirib ko'rsatib qo'yganman. Garantiya, yuvoshligi, yelishiga, sog'lig'iga garantiya beraman. Yaxshi yurishiga ham garantiya beraman oshna. Akalar, shu joyga birdan like bosib qo'ying. Yaxshi kim javob beradi? Hech kim javob bermayapti, lekin mana do'stimiz molga ishonganligi uchun xudo xohlasa garantiya deyilyapti. Arzonchi Saydilloda nomerini sanatib qo'yasizlar. Har doim shu do'stimizda bo'ladi. Mollar sinovdan o'tgan mollar oshna. Anchadan beri turibdi. Do'stim, suti qancha buni? Suti 6 litr, 5 litrga beraman oshna buni. Tushunarli. Yosh-yoshlik. Ko'p kutdimiz obunachilar, do'stim. Ashna boshlayveramiz. Ha, sirazi bo'ylarini o'lchab, tishini ochib, yelini sal tortib netib. Endi to'g'risi bu bola dimlamaydi molni, sutini. Boriga yotib o'tadi. Mana oshna, bir 10 chiqyapti oshna. Tak. Egilib olyapti-da mollar. Bir 10 ga olsin. Bir 10 ga olsin, ha? Bir 10 ga olsin. Bir 10 ga olsin. Tishini ham kuzatib qo'ying. Tishini ham ochib qo'ying. Hop. Mana tish 8 kilo katta. Akalar 8 kilo, rosa chiroyli ekan. Oppoq ekan. Yuvoshligi ham yuvosh. Yuvoshligi yuvosh ko'ramiz bu yoshlar. Zo'r oshna. Ro'zg'orbob, chiroylik. Hali maza qilsa qas ekanda bu qani. Ikkita mana. Ikkitasi. Mana ikkitasi. O'ta yuvosh. Ishonchlik, yuvosh sigir axtarganlarga mana sizga. Bo'ldi oshna. Suti ham qo'yoq. Sap-sariq ekan. Qoralar qo'yib bo'ladi. Oshna nech pul bu? Buni oshna 4-oyga qarab ketyapti bo'g'oziga. 3,5 oyga hisoblab olaversin. 3,5 oyga. 6 litr suti bor, 5 litrga olaversin. Yetalab beraymi?
Aytavering shu turishda ham. Menga tilasi ham shu endi. Mana. Yerish ham yo'q, garantiya beraman sog'lig'iga, yuvoshligiga, Ha. garantiya. Nech pul oshna bu? Oshna buni pulini hali 18-19 ming aytish kerak yo'q. Hop. 17 million 500 ming so'm xayriga o'tib beraman. Qani qo'lingizni bering-chi. Yana bitta aytingchi, yana xayrini aytingchi. 18 million 18,5 million demadim men ham, oshna ham yomon aytmadim. Ha, bo'pti 17 million so'm mana. Yana o'tib beramiz. 17 million so'mga olib borib beraman, dastlabkasi ham bor, eshigini tagigacha. Haligi ham bor yana. Ha, 200 ming o'tib ham beraman. Ha? Ha, bo'ldi. Bor aka, kelar mana. O'tib ham beraman. Hurmatli obunachilar, mana telefon qilaverasizlar. Bo'g'oz suti bor so'raganlarga pul o'ta arzon bo'ldi. Pul arzon. Keyingisi. Buni ham oshna suti bor, bo'g'oz. Suti bor bo'g'ozlardan so'raganlarga. Ishlari zo'r. Buru 20 nechi? 25 o'tir. yo'q, 22 chiqyapti. 22? 20 ga olaversin. 122. 120 ga olaverasizlar. 120 ga olaveradi. Tishlari nechta endi oshna buni? Ishlari 8 ishdan chiqargan. Chiqargan, ha? 8 ko'raydi. Eng yaman chiqaribdi mana. Ha, to'ldirmagan hali. Rosa ochilgan payti. Yuvoshlar, yuvosh. Yoshlarni. Necha sab bersangiz mayli. Necha sab bersin? Ko'ramiz. Mana jonivor tushlari ham chiroyli ekan, o'zi ham chiroyli ekan. Buni birinchi o'rin yuvoshligi yumoldi. Ha, ikkita yerni. Yuvoshlari mana. Ekiyoni tortsa ham. Uyga turibdi mana. Shu yo'q. Hop. Keyingi ikkitalik. 3 yildan ham ishlaydi, xudo xolasa. Mana tushlar akalar. Yuvosh yana. Bo'ldi oshna, ko'rdik. To'ylardan katta, dona. Oshna bu necha pul? Oshna buni pulini orqalari ham keng. Mana, ko'rsatib qo'yaman. Nechata suti bor bo'lyapti hozir? 6 litr suti bor, 5 litrga beraman buni. Buni ham 6 suti bor ekan, 5 litrga oq haqiqatdan keng ekan. Xotirjam sinab olaman. Qani do'stim necha pul? Oshna buni qo'lim shirov qoldi-da. Ha. 21 million so'm oshna. Kami bor. Ha, kami bor. 20 million so'm desakchi. 20 million 500 deylik. 20 million 500 ming so'm xayriga o'tib beraman. Xayriga? Bo'ldi 20 million so'm oshna mana. Sizni davet Akalar mana. 20 million so'm. Hurmatli obunachilar, Eshigini tagiga olib beraman. suti bor, chiroyli. Vodiy bo'ladi mana. Tug'ib qolsa ham 30 tepasi akalar. Kami. 6 litr suti bor, 5 litrga sinab olaveradi. 5 litrga garantiya. Xudo xolasa. Gap yo'q. Keyingisi, Sog'lig'iga garantiya beraman oshna ular. keyingisi. Mana. Bu ham o'ta yuvosh mana. 10 kattalarni. Mana. Bu bitta yeri mana. Birinchi yuvoshligi yetdi mana. Inama turibdi. Necha oylik bo'g'oz do'stim bu? Bu 5 oydan o'tgan, 5 oyga hisob olaveradi. Mana 5 oydan o'tgan, endi akalar qonni bolasini ham boqish kerak. Bersalaringiz beraveradi-yu. Endi ertaroqchi havosalaringiz hozir sut beryapti ekan ham 5 oylik paytda. Bu ikkita yeri. Mana yuvoshlilari. Birinchi oy yuvoshligi. Bo'ldi do'stim. Birinchi yanchi mana. Yuvosh sizga. Bu kattalarni mana. Gap yo'q. Bu basni o'lchab qo'yamiz, tishini ko'ramiz. Pullari akalar ko'ryapsizlar. Juda ham chiroyli narxlarda bo'lyapti. Narx-navo o'zlaringiz xolis yozib qo'ying kommentariyga. 18 chiqyapti oshna. 1.16 ga hisoblab olaversin mana. 1.18, 1.16 yoling. 1.16 ga hisoblab olaveradi. Haligi uzoqdan kelib olgachi bo'lmasin deb hamma ma'lumotlarni qo'ldan kelgancha berilyapti. Mana 8 kurak 8 kun katta. berilyapti akalar. Tish ko'rinyapti, bo'y o'lchanyapti, sutini saq beryapmiz. Do'stim buni nechta sut beryapsiz hozir? Sut qancha? 4 litr sut beryapti oshna. 4 ta beryapti ekan akalar. 5 oydan o'tgan, 5 oyga oling, 4 ta suti bor. 5 oyga hisoblab olaveradi, 4 litr sut olaveradi oshna. 3 litrga olsa mana. 3 litrga olsa mana. Arqalari ham mana kabukalari ham zo'r oshna. Tishini ko'rdingiz. Ha, emas, yosh. Nech pul do'stim? Oshna buni 9 million so'm deyapman. Deyapsiz.
19 million deyapman, qarang. Xalqimizga 18,5 million so'm mana. To'g'ri ekanda. 18,5 million. 18 ekanda. Ha, bo'ldi 18. Yana haligini xayri bor. Ha, bo'ldi, o'tiring. Akalar yana o'tib beradi. Eshitdilaringiz-a? 18 million so'm. 5 oylik bo'g'oz. 5 oylik. Hurmatli akalar, nimalarga ko'ra, bozorlarni ko'rib, turib nima qilishaveradi, savdo qilishaveradi. iyullarga o'tib tug'ib berakan, xudo xolasa, yozda. Inshaalloh. Pulimga pul qo'shilsin deganlarga mana akalar. Qorin ham katta ekan. Qorin ham. Yuvoshlari ham yuvosh. Bolasi ham sal tey qochyapti. Doktor bo'lsa ko'rsatib olaveradi, xotirjam. Ketdingiz. Xo'p, keyingisi. Bo'g'oz. Omma sutdan chiqarib yuborgan bo'lamiz. Hozirroq aytgan sog'mani. Necha oylik bo'g'oz do'stim bu? 4 oydan o'tib qo'ygan, 5-oyga qarab ketyapti. Bu 25 mi, 26 mi necha? 25 ekan. 25. Buni 23 ga olaversin. 23 ga olaveradi. 4 oylik bo'g'oz. 4,5 oylik, 4 oyga olaversin. 4 oyga olsin. Yuzisigacha bor, 4,5 oylik degan. Mana tishlar ko'ryapsizlar. Qista. Yuvoshmi? O'ta yuvosh. Ko'rib beravering shu joylarini. Mana. Hurmatli obunachilar, Ko'rincha ishlashiga mana chandirni ko'ryapsiz mana. Mana. bez yo'q. Mana. Dehqonnikiga toza. 7 ta 8 ta sut bergan ekan, egasini aytish bo'yicha. Berishiga qarab beraveradi-da. Yerini tozalab qo'yish kerak. Tozalab qo'ysa, Tozalab qo'yish kerak ekan. xudo xolasa. Ko'rib mana. Ishlaydi oshnaya. Ko'raveradi. Teshirib ko'rib olaveradi. Xotin. Nech pul narxi buni? Buni narxini oshna. Bu ham 17,5 million so'm deyapti boshdan. 17 million so'm mana. 17 million. Xayrga o'taman beraman. Qancha xayr? Ya, u boshqa ayting, u boshqa ayting endi. Yana bitta yapishtirib ayting. 17 million. Ya, 16,5 million mana. Bular rovna. ya, ko'p chiqib ketadi. Bo'pti 16 million mana oshna. Mol ko'p sizda. Eshigini tagiga solaman. Aka 16 million so'mga. Yer ichiga, sog'lig'iga, bo'g'ozligiga, yuvoshligiga sinab olaveradi, xotirjam. Garantiya beraman. Ana. Garantiyalik. Ko'rdilaringiz, yashurga ham garantiya beraman deyapti. Sababiki mollarga ishongan, sababiki akalar bir martalik emas. Aslan chiqaradi. Nomerdan tiqib qo'ysalaringiz, sigir bormi desangiz, bor deydi xudo xolasa. Bu Har qanaqa o'ta qo'pol, yapaloq, suvay katta mol ekan bu, qarang. Suvay. Necha oylik bo'g'oz bu? Boshda 4 oydan o'tib qo'ygan. O'tib qo'ygan. 4 oyga hisoblab olaversin. Hurmatli akalar, shu molni tuqquncha to'g'risi kim olsa ham bir mashq holatda rasmga olib qo'ysin-da, tuqqandan ko'rasiz. Katta keladi mol bor. Tuqquncha mol yapaloq bo'lib tanimaydi o'zi ham. Yaltirab ketadi, to'g'risi. Mashq holatdan katta mol ekanda. 30 million, 35 million so'mlik bo'ladi-da, oshna oldiga olasiz bo'lsa. O'shaqa bo'lar ekan. Yiri ekan mol. Mana. Buru 27 ekan. 7. Buni 25 ga hisoblab olaversin. Akalar buni 27, buni 25 olasiz. Mana tuyalari, mana holatlari, qo'poliklari, qo'pol, anchiloq. Chandirini ham qarang mana. Mana. Yuvoshlar, o'ta yuvosh mana. Sutdan chiqaribdingizmi buni? Suti bor edi, biz chiqarib yubordik, oshna mana. Chiqarib yuborgan. So'rovimcha ham ishlaydi, to'rovi ham. Ko'rib olaveradi, xotirjam. Mana. Lekin 10 ta uncha sut bergan mol ekan. Shuni ko'rib berish shuni. Beradi bular. Mana. Mana Katta. yaltirayapti shu bo'ldi. Oshna obunachilar ko'p kutilmadik. Mana akalar 5-sini ham video qilyapmiz. Qaysidir mol yo'qsa, skrinshot qilib tashlaverasizlar. Onlayn savdolarga ham imkoniyatlar qilib beramiz. Bo'yin o'lchyapmiz, shuni ochyapmiz, yilini o'chyapmiz. Buni narxi necha pul endi oshna? 20 million 700 ming so'm oshna. 765 ekanda. Yana kamini qilib berasiz. Ha, bo'ldi. Rovna 20 million, Bo'ldi, 20 yana kami bor. Yana kami bor mana. Ha? Xudo xolasa. Akalar mol ko'p. Ham bor, vodiy bo'ladi. Arg'ansigacha eshigini tagigacha olib borib beraman. Inshaalloh beturgan mollar, xudo xolasa 20 pastda putada do'stim. Ha, bitadi. Ha, hammasi. Hammasi 20 ni pastida. 20 pastda putadi 20 inshaalloh. devasi mol yo'q, hammasi 20 ni pastida. 20 pastda bo'g'oz olasiz, sutli mol olasiz inshaalloh. Endi uni to'g'risi o'zi baqib sinayapti ekan. Bolasi ama novvoscha pul to'laveradi ekan lekin. Buni sotimizmi buni? Buni oshda yo'q, bu sinovda hozir. Sinovda. Ha. Bir hafta 10 kun ko'raylik. Nima qilamiz? Endi haligi qanaqaligini bilish kerak albatta. Sigir ishi oson emas.
Mana akalar. Saqlab ko'rib, bilib, xudo xolasa kelib ko'rib ketaverasizlar. Bolasi buqa ekan. Do'stim, telefon qilishadi inshaalloh. Yana bor amonlar. Ha, yana bor. Yana bor. Telefon qilaverasizlar. 5 ta bilan cheklanib qolmaydi. Yana inshaalloh topib beradi. Novvoslarimiz ham bor. Novvoslar bor. Keyingi video qo'yib beramiz uni. Hammaga rahmat. Telefon qilaverasizlar. Olgan ham sotgan ham baraka topsin.